Juda ko'pchilik asabiylikni, tushkunlik holatini, umuman ruhiy holatdagi muammolarni hal qilishlik uchun psixolog istab yurishadi. Kurslarga qatnashadi, million pullarini sarflashyapti-da, kurs tugagandan keyin uyga kelsa, yana o'sha asabiylik, yana o'sha tushkunlik, yechim topa olmayapti. Afsuski, uni yechimi faqatgina psixologda emas. Miyada baxt gormoni, ya'ni serotonin 5-10% ishlab chiqariladi. Baxt gormonini 90-95% ichaklarimizda ishlab chiqariladi. Agar sizni ichingiz qotadigan bo'lsa yoki ichingiz o'tadi, ovqat hazm bo'lmaydi, disbakterioz, ichagingizda yallig'lanish, doimiy qorningiz dam bo'lishi, umuman olganda ichagingizda muammo bo'lsa, siz hech qachon to'la asabiylikni yo'qota olmaysiz, tushkunlikdan chiqa olmaysiz, sababi sizda gormonlar buzilishi bor. Agar serotonin gormoni yetishmasa, sizda uyqu gormoni, melatonin ham yaxshi ishlab chiqarilmaydi. Uyqungiz ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun muammoda hadeb psixologlardan istab, ularga katta pullarni bermasdan ichaklar faoliyatini to'g'rilang. Ich qotishni yo'qoting, ovqatlanish tartibini yo'lga soling, suyuqlik iching, 10 ming qadam yuring. Ichagingiz normalniy bo'lgandan keyin miyangiz yaxshi ishlashni boshlaydi. Shuning uchun ham ichak insonda ikkinchi miyasi deyiladi.